Kelayotgan haftada Navoiy shahri basketbol bo'yicha nufuzli musobaqalar ishtirokchilarini qabul qiladi. Aniqrog'i 16 yoshgacha bo'lgan o'g'il va qizlar jamoalari o'rtasida qit'aviy xalqaro turnirga saralash bo'lib o'tadi. Osiyo Kubogiga U16 saralash turniri bo'lib o'tadi. Bu qizlar va o'smirlar o'rtasida qizlar jamoalaridan Qozog'iston va O'zbekiston qatnashadi. O'smirlar jamoasidan Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston. Bu musobaqa 4 kun davomida bo'lib o'tadi. O'ylaymanki, tayyorgarlik jarayoni juda bir yaxshi o'tdi va nafaqat sportchilar o'quv mashg'ulotlarda hozir qatnashyapti Navoiy shahrida. Biz bu safar federatsiya tomonidan hamma kuchimizni, bilimlarimizni berdik. Osiyo saralash musobaqasi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu tarixiy musobaqa. O'zbekistonda anchadan beri bunaqa nufuzli musobaqalar o'tkazilmagan. 25-maydan boshlab 30-maygacha Navoiy shahrida aynan shu musobaqa bo'lib o'tadi. Ya'ni o'sha Osiyo Kubogi saralash turnirida Markaziy Osiyoning eng kuchli jamoalari, ya'ni Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston, O'zbekiston hamda Tojikiston jamoalari ishtirok etishi kutilmoqda. Bu musobaqa ham 16 yoshgacha o'g'il bolalar ham qiz bolalar o'rtasida olib boriladi. Hozirgi kunda bizning terma jamoamiz Navoiy shahrida aynan shu musobaqaga tayyorgarlik ko'rmoqda. O'quv mashg'ulot yig'iniga jami 30 ta sportchi jamlangan, 6 ta murabbiylar bilan ish olib bormoqda. O'ylaymanki, federatsiya tomonidan qo'ldan kelgancha barcha sharoitlarni biz yaratib berdik va albatta sportchilarimizdan eng yaxshi natija kutmoqdamiz. Tabiiyki, ushbu musobaqaga xalqaro hakamlar ham tashrif buyurishadi va dunyoning yetakchi davlatlaridan mutaxassislar turnir doirasida faoliyat olib borishadi. Bu safar biz Markaziy Osiyodan tashqari hakamlarni ham jalb etganmiz. Bittasi Qatardan bo'ladi, ikkinchisi Bahrayndan bo'ladi, uchinchisi Arab Emiratlaridan bo'ladi va bitta hakam yana ayol hakam bo'ladi, yana Nikagasan u Qozog'istondan keladi. Sport turlarini rivojlantirish masalalari mamlakat siyosati darajasida ko'rib chiqiladi. Bu borada davlatimiz rahbari tomonidan ko'plab qaror va farmonlar imzolangan bo'lib, jamoaviy sport turlarini rivojlantirish va iqtidorli yoshlarni saralab olish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hujjatlarda aks etgan vazifalar barchasi amalda ijobiy natijasini beryapti. Shu o'rinda aytib o'tish kerak, mamlakatimizda basketbol sport turining 3 yo'nalishi ham keng targ'ibot qilinib, avvaliga yoshlarimiz bo'sh vaqtlarini unumli o'tkazish uchun mashg'ulotlarni boshlashsa, vaqt o'tgan sayin qiziqib, ushbu sport turi bilan professional tarzda faoliyatlarini davom ettiradilar. Albatta, omadlari kelib, seleksiyadan muvaffaqiyatli o'tishda terma jamoa tarkibiga qo'shilishlari ham mumkin. Xuddi tasvirdagi sportchilar kabi, bu yoshlar mahoratlarini xalqaro sport arenasida yuqori darajada namoyon etib kelishyapti. O'tgan yili Rossiya davlatida tashkil qilingan Osiyo bolalari musobaqalari doirasida ham jiddiy raqobatni yengib, shohsupadan o'rin egallashga musharraf bo'lishgan edi. Juda ham ko'p mashg'ulotlar tufayli o'sha darajaga yetganmiz. Juda ham ko'p urinish bo'lgan, juda ham ko'p mashaqqat bo'lgan bu darajaga yetish uchun. Oxirida ozgina omad yetmagan, ikkinchi o'rinni olganmiz, belaruslarga qarshi yutqazib qo'yganmiz 6 ochko farq bilan. Bu mavsumni juda ham yaxshi boshladik. Basketbol federatsiyasi 3x3 basketbol sport turiga nihoyatda katta urg'u berib, nihoyatda katta e'tibor qaratmoqda. Nimagaki? Chunki aynan shu sport turi bo'yicha O'zbekistonda, ya'ni O'zbekiston federatsiyasida O'zbekiston sportchilarida Los-Anjelesda bo'lib o'tgan olimpiadaga litsenziya olish imkoni katta. Aynan shu musobaqa uchun, shu musobaqalarga tayyorgarlik ko'rish uchun Belarusdan biz 2 ta mutaxassis jalb qilganmiz. U17 terma jamoamiz aynan shu 2 ta mutaxassisdan tayyorgarlik olib borishmoqda. Ya'ni bu terma jamoamiz ham Bahrayndagi bo'lib o'tadigan yoshlar o'rtasida Osiyo o'yinlarida hamda MDH mamlakatlar o'rtasida o'yinlarda demak ishtirok etishadi. Mavsum boshida 3x3 terma jamoamiz, ya'ni aynan o'sha U17 terma jamoamiz
yagona kontinental ligasida ishtirok etdi. Rossiyaning Smolensk shahrida birinchi davra musobaqalari bo'lib o'tdi. Qizlarimiz 3-o'rin olib kelishdi, o'g'il bolalarimiz 2-o'rin. Ikkinchi davrada ham yaxshi natijaga erishishdi. 3-davrada ham iyun oylari boshida aynan o'sha Smolensk shahrida 4-davr musobaqalari bo'lib o'tadi. Umuman olganda 3-3 basketbolimizda hozirgi kunda natijalarimiz yomon emas va aynan o'sha 3-3 sport turi bo'yicha yaxshi natijalar kutilmoqda kelajakda ham. Ayni kunlarda terma jamoaning bosh murabbiyi Andrey Navoychik Toshkent viloyatining Yangiobod sport bazasida basketbolchilar bilan muntazam tayyorgarlik olib borib, kelgusidagi nufuzli turnirlarga hozirlik ko'rishyapti. В первую очередь потому, что учебно-тренировочный сбор. Biz maxsus reja asosida ishlayapmiz. Hozirda o'quv mashg'ulot yig'inlarimiz faol olib borilyapti. Oldimizda Bahraynda tashkil etiladigan yoshlar o'rtasidagi Osiyo o'yinlari bellashuvlari bor. Ushbu musobaqalar doirasida terma jamoamiz medalni qo'lga kiritishni maqsad qilgan va hozirda U17 yosh toifasidagi sportchilar tayyorgarlik olib borishyapti. Shuningdek, U16 yosh toifasidagi basketbolchilarni ham ko'zdan kechiryapmiz. Sport taqvimida turnirlar ko'p va eng munosiblar O'zbekiston sha'nini himoya qilishadi. Biz uchun ahamiyatlisi sportchilarimiz aynan Olimpiada sikli davrida ulg'ayib, litsenzion turnirlar arafasida kerakli tajribaga ega bo'lishadi. Yo'llanmani qo'lga kiritishni niyat qilganmiz va shu yo'lda Olimp sari qat'iy harakatni davom ettiramiz. Va hozirda U17 yosh toifasidagi sportchilar tayyorgarlik olib borishyapti. На данный момент у нас есть задачи. O'quv mashg'ulot yig'inlaridan so'ng Rossiya va Belarus davlatlarida o'tkaziladigan turnirlar doirasida biz kerakli tajriba va yuqori natijalarga erishishni maqsad qilganmiz. Bellashuvlar doirasida basketbolchilarimizning imkoniyatlarini yana bir bor ko'zdan kechiramiz. Oldimizda 3 yil bor va biz eng munosiblarni saralab olishimiz shart. Xalqaro olimpiya qo'mitasi basketbolni 3-3 turini yozgi olimpiya o'yinlari dasturiga kiritish taklifini 2016-yilda bergan va ushbu sport turi rasman 2020-yilda Tokio olimpiadasi dasturiga kiritilgan edi. O'tgan vaqt mobaynida bu sport turiga O'zbekiston yoshlari ham katta qiziqish bildirib, hozirda o'z salohiyatlarini yirik bellashuvlar doirasida sinovdan o'tkazishyapti. Biz o'zimizning taqvim rejamizni, tayyorgarlik rejamizni aynan o'sha xalqaro musobaqalarga moslashtirib tayyorladik. Ya'ni aytmoqchimanki, U16, U17 toifadagi yoshlarimiz uchun kelgusida nihoyatda ko'p musobaqalar bor. Qolaversa mana birinchi navbatda bu Bahrayndagi bo'ladigan Osiyo o'yinlari, keyin MDH davlatlar o'rtasida o'yinlari, qolaversa 2028-yilda bo'lib o'tadigan Olimpiya o'yinlari va albatta o'ylaymanki, aynan shu yosh toifa o'yinchilarimiz kelajagi porloq, hozirdan bularga e'tibor berib, hozirdan bularni tayyorgarligiga ilmiy tadqiqotlarni demak kiritib, yangiliklarni kiritib, qolaversa yangi metodikalar, yangi texnologiyalar, xorijiy demak tajribalarni mana kiritib kelmoqdamiz. O'ylaymanki, bu natijasi juda yaxshi bo'ladi. Andrey va Angelina Navoychiklar erkaklar va ayollar terma jamoalar bilan mashg'ulotlar davomida texnik va taktik tayyorgarlikni kuchaytirib borishmoqda. Shu o'rinda sportchilar ham terma jamoadagi joylarini saqlab qolish uchun bor imkoniyatlari bilan harakat qilib kelishmoqda. Basketbolni 2020-yilda boshlaganman. 5 yil bo'ladi, xudo xolasa. O'rtog'im, sindoshim borib yurgan basketbolga. U meni ham qiziqtirib, o'zi bilan chaqirgan basketbolga. Shunaqa basketbol o'ynashga boshlaganman. Hozir trenerlikda 3-3da. 5-5da osonroq 3-3ga qaraganda hozir bizlar 9tamiz. Undan 5tasi oxirida ketadi, 4ta qoladi oxirida. Hammasini taniyman. 2-3 yildan beri bir-birimizga qarshi o'ynab, shu respublika musobaqalari bo'lganda bir-birimizga qarshi o'ynab, o'rtoq bo'lib, yaxshi chiqishamiz hammamiz. Basketbolni 5-5 dan boshlaganman. Hozirda 3-3 basketbol turiga o'tganman. 3-3 da 10 minut vaqt bo'ladi. O'sha 10 minut ichida tinmasdan yugurishingizga to'g'ri keladi va u yerda bosim bo'ladi. Hech kim sizni yoqda bo'sh qo'yib qo'ymaydi. Oxirgacha ham yugurishingiz kerak. Ham bitta halqaga bo'lgani uchun 12 sekund vaqt beriladi hujumga. O'sha 12 sekundda ulgurishingiz kerak o'sha halqaga to'pni otgani. Xalqaro musobaqalar juda ham
yaxshi menga ta'sir qilgan. Xalqaro musobaqalardan ko'p tajriba olganman. Ushbu jamoaviy sport turini yurtimiz bo'ylab yoshlarimiz sevib o'ynashadi. Agar professional darajada qiziqib ketishsa, bugun xalqaro sport arenasida ular uchun katta imkoniyatlar ochilyapti. Bizning jamoamiz hozir 7 kishi qoldik. Undan oldin 13 kishi kelgan edi betga. Hozir sekin-sekin 1 2 3 tadan chiqib ketib, qizlar endi 4 ta qolamiz, xudo xolasa. Keyin o'sha qolgan kishi musobaqaga boradi. Men Andijon Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining hozirda 10-sinf o'quvchisiman. Sharoitlar zo'r. 5 yil bo'ldi basketbolga qolganimga. Juda ham yaxshi ko'raman sportimni. Biz hozir Bahrayndagi Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Olimpiya katta maqsadlarni belgilab olgan federatsiya mutasaddilari albatta basketbolchi yigit va qizlarimizni salohiyati va imkoniyatlarini mukammallashtirishga harakat qilib kelishmoqda. Birinchi navbatdan bu albatta 2028-yilda Olimpiya o'yinlariga litsenziya olish. Bu uchun demak avvalambor biz reytingimizni oshirishimiz kerak. Aynan basketbol 3x3 sport turi bo'yicha dunyo bo'ylab yagona platforma yaratilgan. Barcha musobaqalar, barcha o'yinchilar o'sha platformada registratsiya bo'lib, ya'ni o'z reytinglarini oshirishadi. Qolaversa, mana prezidentimiz tashabbuslari bilan hozir uyushtirayotgan yangi O'zbekiston cho'qqilari musobaqasini ham biz mana taklif bilan chiqdik. Nihoyatda biz uchun xursandchilik bo'ldiki, aynan basketbol 3x3 sport turi aynan shu o'yinlar tartibiga kiritilgani va biz hozir taklif bilan chiqdikki, aynan barcha o'sha ishtirokchilar yagona platformada, yagona tizimda ular ham registratsiyadan o'tishga degan taklifni berdik. O'ylaymanki, bu hammasi reytingimizga nihoyatda yaxshi ta'sir qiladi. Umuman Osiyo kontinentidan reytingi eng yuqori bo'lgan jamoalar, ya'ni Olimpiya o'yinlariga hech qanaqa saralash o'yinlarsiz, hech qanaqa musobaqalarsiz tushishga imkoniyatiga ega bo'ladi. 3x3 bo'yicha biz taxmin rejasimizga 20 tadan ortiq musobaqa kiritganmiz. Albatta bu bilan chegaralab qolmasdan xalqaro toifadagi musobaqalardan biz ishtirokimizni ta'minlashimiz kerak. Sportchilarimizga demak sharoit yaratishimiz kerakki, nufuzli musobaqalarda ishtirok etib, reytinglarni oshirishga. Murabbiylar, hakamlar va mutaxassislarni tayyorlash, ularning malakasini oshirish va qayta tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish, jamoaviy sport turlarini rivojlantirish maqsadida xorijlik mutaxassislarni jalb etish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish federatsiyaning ustuvor masalalaridan bo'lib, bugungi kunda termamiz bilan belarusiyalik 2 ta mutaxassis ish olib boryapti va ularni tayyorgarlik rejalari asosida musobaqa oldi mashg'ulotlari sportchilarimizga kuchli raqobatni yengib o'tishda dasturi amal bo'lib kelmoqda. Hamkorlik yo'lida hozir 2 ta Belorussiyadan trenerlarni jalb etganmiz. Bular menimcha yaxshi faoliyat olib boryapti va birinchi natijasi bu Osiyo bolalarida bo'ldi. Hozir Bahraynga tayyorgarlik qilyapti. Biz qo'ldan kelganicha hamma davlatlar bilan, o'sha kuchli davlatlar bilan, mana Mongoliya federatsiyasi o'zlari bizga chiqib, harakat qilib, kelib, biz bilan ular bu yo'lni o'tganda o'zi. Biz ham shuning orqasidan harakat qilib, oldin to'g'risini aytsak, oldin biz Mongoliyani bir basketbol davlat deb o'ylamaganmiz. Biz o'yinchi bo'lgan vaqtlarimizda hozir Mongoliya aynan 3x3 da Mongoliya davlatida futboldan ham tepada turadi. Sport o'yinlarida 3x3 birinchi o'rinda turadi. Hozirgi kunda bir nechta shartnomalarimiz bor. Ya'ni bu Belarus federatsiyasi bilan, Rossiya federatsiyasi bilan, yaqinda mana Mongoliya federatsiyasi bilan bitim tuzdik hamkorlik bo'yicha. Barcha mutaxassislik fikri bo'yicha aynan shu yosh toifamiz juda yaxshi, iqtidorli, ya'ni kelajagi parlaq. Shu uchun biz ko'proq urg'uni aynan shu yoshdagi o'yinchilarimizga beryapmiz. Davlat hujjatlaridagi asosiy vazifalar orasida jamoaviy sport turlari bo'yicha zamonaviy sport obyektlarini barpo etish, mavjudlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ularni zamonaviy sport anjomlari va jihozlari bilan ta'minlash ustuvor vazifalar qilib belgilangan. Bu borada ham ishlar olib borilyapti. Demak, hozirgi kunda Olimpiya qo'mitasi bilan hamda sport vazirligi hamda basketbol federatsiyasi bilan birgalikda aynan o'sha sportchilarimiz uchun, basketbolchilarimiz uchun yaxshi sharoitlar yaratish, qolaversa yangi bazalar ixtiro qilish, qurish, kerak bo'lsa
chet eldan o'sha yuqori zamon talablariga, xalqaro talablarga javob beradigan uskunalarni olib kelish rejasi tuzilgan. Transport vazirligi biz ko'magida Hojikent pansionatini, demak, biz basketbolchilarimiz uchun bazaga aylantirdik. O'tga zamonaviy uskunalar qo'yildi. Hozirgi kunga kelib, demak, trenajyorlar va kerakli yana jihozlar bilan ta'minlanish ishlari olib borilmoqda. Undan tashqari Toshkentdagi Umid bazasi ham rejamizda, albatta u yerda ham yaxshi sharoitlar yaratilmoqda. Qolaversa, yuqorida aytib o'tganimdek, Olimpiya qo'mitasi bilan hamda sport vazirligi bilan birgalikda biz hozir smetani yaratdik, ya'ni o'sha smeta bo'yicha aynan 3x3 sport turi uchun nihoyatda muhim bo'lgan sun'iy qoplama olib kelinadi. Hozirgi kunda O'zbekistonda hali bitta ham bunaqa qoplama yo'q. 2025-yilga ko'ra, rejasiga ko'ra, demak, O'zbekistonga bir nechta shunaqa sun'iy qoplama olib kelinishi rejalashtirilgan va o'ylaymanki, shunaqa sharoitlarni biz yaratib, sportchilarimizga yanada o'zini ko'rsatishga, yanada yuqori natija erishishga yaxshi imkoniyat, poydevor yaratib beramiz. O'ylaymanki, shu aynan 24-yildan boshlab hozirgi kunga olib kelgan ishlarimiz va 2028-yilgacha bo'lgan rejalarimiz o'z natijasini beradi. Shu o'rinda seleksiyaga federatsiya mutasaddilari va murabbiylar jiddiy yondoshib, eng munosiblarini saralab olishdi. Seleksiya to'g'risida gapiradigan bo'lsak, hali tarixda bunaqa seleksiya ishlari olib borilmagan. Ya'ni biz aynan o'sha chet ellik mutaxassislar maslahat qilib bir reja tuzib oldik. Bu reja asosida bir nechta testlar ishlab chiqildi, ham jismoniy tayyorgarlik bo'yicha hamda taktik tayyorgarlik bo'yicha bir nechta testlarni, sinovlarni demak ishlab chiqdik va qolaversa antropometrik ko'rsatkichlar ham inobatga olindi. Qolaversa hattoki oyoqni, ya'ni o'sha to'pig'ini uzunligi, kattaligini ham inobatga olindi. Qolaversa bu aynan o'sha Andrey Navochikning o'zining shaxsiy ixtirosi, ya'ni bu bo'yicha dissertatsiya yo'qlagan. Ya'ni bemalol aytishimiz mumkinki, seleksiya ishlariga biz boshqacha yondashdik. Ya'ni o'sha ilmiy tadqiqotlar asosida ko'rsatkichlarni, natijalarini ham inobatga olib, biz seleksiya ishlarimizga buni taqdir etdik. Va o'ylaymanki, natijasi juda yaxshi bo'ldi. У нас сейчас шикарные условия. Biz hozirda asosiy tarkibga kuchlilarni saralab olgan bo'lsak-da, baribir iste'dodlarni kuzatib boryapmiz. Katta vazifalar yuklatilgan va biz bildirilgan ishonchni oqlashga imkon qadar harakat qilyapmiz. Muhimi, terma jamoaga kerakli barcha sharoitlar yaratilgan. Seleksiya davrida biz sportchilarni jismoniy va texnik tayyorgarliklariga, ularning intilishlariga katta ahamiyat berdik. Sababi maqsadi bor, salohiyatli insonni niyatiga erishishi ham osonroq kechadi. Olimpiya sikli davrida Osiyo qit'asidagi raqobatni sportchilarimiz yengib o'tishlariga mutaxassislar katta ishonch bildirishyapti. Maqsad esa aniq, litsenziyaga ega chiqish. Sharoitlar yaratilyapti, xalqaro tajribani ham oshirib boryapmiz. Natijalarni ham hozirda murabbiylar yaxshi baholashyapti. Biz marrani nihoyatda baland qo'yganmiz. Asosiy maqsad 2028-yilda bo'lib Los Anjelesda bo'lib o'tgan Olimpiadaga litsenziya olish. Hozirgi kunda raqobat nihoyatda kuchli. Bir nechta davlatlar, demak, Olimpiada o'yinlariga da'vogarlik qilmoqda. Birinchidan bu albatta Xitoy, keyingi o'rinda bu Mongoliya. Mongoliya kichkina mamlakat bo'lishiga qaramasdan, lekin aynan ular bu sport turi paydo bo'lgandan keyin bor e'tiborlarini shu sport turiga berishdi va hozirgi kunda dunyo bo'ylab birinchi 10talikka kiradi va Osiyoda birinchi 3talikka kiradi. Albatta Yaponiya, albatta Qozog'iston bizning eng yaqin raqobatchimiz. Albatta Qirg'iziston, Markaziy Osiyo mamlakatlari, Tailand va hokazo va hokazo. Ya'ni aytmoqchimanki, hozirgi kunda nihoyatda reyting borasida mamlakatlar o'ziga bir-biriga nihoyatda zich turishibdi va har bitta ochko, har bitta demak musobaqada ishtiroki ta'sir qilishi mumkin bu reytingga. Va albatta o'sha reyting asosida nufuzli musobaqalarda ham o'rinlar aynan shu reytingga qarab taqsimlanadi. Ya'ni qancha reytingimiz baland bo'lsa, biz shunchalik shoh-supaga demak yaqinroq turishimiz mumkin. Osiyo o'yinlari bo'lib o'tadi. Ularga ham bizlar juda ham ko'p qattiq tayyorlanmoqdamiz. Bizga juda ham kuchli raqiblar tushgan.
o'sha raqiblarimizni yutish uchun bizlar hozirdan juda ham qattiq yondashishimiz kerak. Mening fikrim bo'yicha Xitoy, Tailand, Avstraliya, Yaponiya o'sha davlatlar qiyinchilik tug'diradi bizga deb o'ylayman. Lekin biz ularni yutamiz. Murabbiylar hozirda psixologik va jismonan tayyorlanmoqdamiz. Murabbiylarimiz juda ham yaxshi, tajribali murabbiylar. Ular bizlar bilan, har birimiz bilan alohida ishlashadi. Shu murabbiylarimiz tufayli shu darajadamiz hozir. Olimpiya sari yo'l juda ham qiyin bo'ladi mening fikrim bo'yicha. Chunki sportda hech qachon oson bo'lmagan hamma sportchilarga. Muntazam mashg'ulot, muntazam harakat talab etadi. Imkon qadar biza mashg'ulot qilmoqdamiz litsenziyani yutish uchun. Dunyoda juda ko'p musobaqa o'tkaziladi reyting uchun. Mana hozir biz shunaqa tajriba orttirmoqchimiz. Mana bu olimpiya cho'qqilari. Olimpiya cho'qqilarini ham har bir jamoani mana bu FIBA 3x3 platformasi bor. O'shanga kiritmoqchimiz. To'g'ri, u oson narsa emas. Lekin viloyatlar hammasi birgalikda biz bilan ishlasa, bizni xodimlarimizni bilimi ham bor, kuchi ham bor, o'rgatish, seminarlarni o'tkazish bu har bir o'yinchi, har bir jamoa olimpiya cho'qqilarida bizga O'zbekistonga reyting ballarini beradi. O'zbekistondan tashqari keyinchalik olimpiadadan oldin 2 yil Osiyo kuboklari bo'ladi, masterslari bo'ladi. Harakat qilish kerak, o'sha masterslarni, challengelarni o'zimizga olish kerak. Boshlanishda boshlab o'zimizni Markaziy Osiyodan, oxirida biz shu marraga yaqinlashsak, litsenziyaga, biz albatta bu FIBAni talabi jahon kubogini olishimiz kerak. Terma jamoa tarkibi yosh iste'dodlar bilan boyitilgan bo'lib, sportchilar mahoratlari va epchilliklarini har bir musobaqada isbotlab kelishyapti. Biz albatta vakillarimizni xalqaro arenadagi ishtiroklarini kuzatishni davom etamiz va ularga hamisha omad tilaymiz.